Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Grok sun'iy intellekt haqida gaplashamiz va ushbu sun'iy intellekt ozgina qisqacha tarixi va biz qanday maqsadda, ya'ni undan va qanday maksimal foyda olish bo'yicha ham darslarimizda ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda demak, masalan, biz bilamiz ko'pchilik oramizda ChatGPT yoki Gemini'dan foydalanadi. Endi ChatGPT to'g'ri ommalashgan, lekin ChatGPTdan ham boshqa kuchli sun'iy intellektlar mavjud. Faqat bitta sun'iy intellektda qotib qolmaslik kerak. Mana ko'ramiz, masalan, har kuni yangi sun'iy intellektlar chiqib bormoqda. Bu nimani taqozo qiladi? Konkurensiya. Konkurensiya bo'lgan joyda o'sish bo'ladi. O'sish bo'lgandan so'ng biz qolgan sun'iy intellektlarni ham ko'rishimiz kerak. Hammamizga ma'lum, Grok sun'iy intellekti Elon Musk tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, X kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Kelaylik, bugun shu haqida ozgina birinchi tanishtirsak, keyin esa undan qanday yaxshiroq foyda olish, maksimal foyda olishlarni sekin-sekin ko'rib chiqamiz. Grok sun'iy intellekti X kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan sun'iy intellekt. U insoniyatning koinotni tushunishga yordam berish va turli savollarga chuqur va foydali javob berish uchun mo'ljallangan. Kelaylik, endi Grokning asosiy xususiyatlari haqida, to'rttasi haqida gaplashamiz. To'g'ri, to'rttasi kam. Grok sun'iy intellekti orqali juda ko'p narsa qilsak bo'ladi, lekin biz darsimizda vaqt cheklangan. Shunga biz asosiy xususiyatlarini tushuntiramiz, bo'ldi. Oddiy suhbatlardan tortib, murakkab ilmiy savollarga qadar keng doirada javob berish qobiliyati. Ya'ni biz kunlik hayotimizda uchraydigan oddiy suhbatlardan tortib, ilmiy darajada murakkab bo'lgan savollarga chuqur javob berish imkoniyati. Ikkinchisi, tashqi manbalar. Masalan, Google bo'lishi mumkin, Yandex bo'lishi mumkin, web platformasi yoki X platformasida ma'lumot izlaydi va uni tahlil qiladi. Agar biz bir ma'lumotni qidirsak, u butun internetni titib chiqadi. Biz kechagina yuklagan ma'lumotimiz, u Telegramga yuklagan bo'lishimiz mumkin, yoki Instagramga yuklagan bo'lsak ham, Grok uni bizga topib beradi. Ko'pchilik masalan Instagramda yoki YouTube'da ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Mashhur blogerlar yoki oddiy blogerlar ham o'zi haqida ma'lumot so'raydi. Grok yoki boshqa ChatGPT sun'iy intellektlari u haqida ma'lumot beradi. Buning asosiy sababi bu platformalar, sun'iy intellektlar butun ijtimoiy tarmoq bo'lsin yoki web platforma bo'lsin, uni izlab o'sha kerakli ma'lumotni topib beradi. Sun'iy intellektning bu yana asosiy eng muhim jihatlardan biri. Uchinchisi, insoniy nuqtai nazardan tashqarida turib, koinotga oid savollarga o'ziga xos javob berishga intilishi. Ya'ni bu shuni anglatadi, o'zi masalan qaranglar. Robert Heinleinning Begona yurtdagi begonalar romanidagi Grok so'zidan olingan. Bu so'z biror narsani chuqur tushunish va his qilish ma'nosini anglatadi. Shuning uchun Elon Musk bilamiz ko'pincha koinotga intiladi. Ushbu nom ham ushbu so'zga mutanosib paydo bo'lgan. Kelaylik, endi promptlar bilan foydalanishni o'rganamiz. Demak, tushunarli bo'ladi degan umiddamiz. Masalan, hozir birinchi yozaman. O'zbek tilida yozaveramiz. Qaranglar, ingliz tilida yozsalaringiz a'lo ustiga a'lo nur, rus tilida yozsalaringiz ham juda yaxshi. Agar o'zbek tilida yozsalaringiz ham Grok bo'lsin, sun'iy intellekt, qolgan sun'iy intellektlar ham ancha yaxshi yozib beradi. Maslahatim o'zbek tilida yozinglar. Agar ingliz tilini bilsalaringiz juda zo'r. Kelaylik, masalan, yozamiz. Menga mana bu yerda bitta qavs qilamanda mavzuni yozish kerak bu yerga. Qaranglar, mana prompt yozdim. Endi qaranglar, shu yerga e'tibor beringlar. Prompt degani bu buyruq berish. Biz qanchalik to'g'ri buyruq bersak, biz sun'iy intellektdan, hattoki oddiy sun'iy intellektdan bo'lsa ham maksimal foyda ola olamiz. Qaranglar, men yozdim. Menga mavzuni o'zimizga kerakli bo'lgan mavzuni tanlaymiz. Haqida 300 so'zlik batafsil tushuncha ber. Iloji boricha aniq misollar va takliflarga tayangan holda. Kelaylar, masalan, mavzuni o'zingiz tanlashingiz mumkin. Men yozaman, masalan, menga sun'iy intellektning ta'limdagi roli
haqida mana qaranglar. Menga sun'iy intellektning ta'limdagi roli haqida 300 so'zlik batafsil tushuncha ber. Iloji boricha aniq misollar va takliflarga tayangan holda. Qaranglar, mana endi ko'ramiz hozir natijani. Keyin bu yerda Grok 3 tursin, chunki bu Elon Muskning yangi chiqargan versiyasi. Agar masalan Grok 3 agar limiti tugab qolsa, to'g'ri, hozir biz buni tekinga foydalanyapmiz. Agar mabodo limiti tugasa 2 ga o'tkazib ishlatishimiz mumkin. Bosamiz. Mana promptimizni biz buyrug'imizni qani ko'ramiz. Demak boshladi, qaranglar. Sun'iy intellekt ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlar keltirib chiqarmoqda. Chunki u o'quv jarayonini samarali, shaxsiylashtirilgan va qiziqarli qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektning ta'limdagi roli o'quvchilar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun yangi imkoniyatlarni ochib, an'anaviy usullarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtiradi. Birinchidan, C shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantiradi. Masalan, Khan Academy yoki Duolingo kabi platformalar C yordamida har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari va o'quv tezligiga mos darslar taklif qiladi. Mana ko'rib turibsizlar, qaranglar. Biz mana yozdik, 300 so'zlik dedik. Masalan, bizga 300 so'zlik uje sun'iy intellektning ta'limdagi roli haqida bizga ma'lumot tushuncha berdi. Keyin misol va takliflar degandik. Men pastda taklif sifatida aqlli sinflar tashkil etish mumkin. Ya'ni bizga taklif beriladi. Mana shu ushbu ma'lumot bo'yicha. Ushbu promptni o'zlaringizga saqlanib qilib foydalanishlaringiz mumkin. Ikkinchisiga o'tamiz. Muammoni bosqichma-bosqich hal qilish uchun. Demak yozamiz. Menga qaranglar, masalan hozir bir muammoni yozdik. Men muammoga yana o'zimizga kerakli bo'lgan muammoni yozamiz. Hal qilish uchun bosqichma-bosqich rejani tuzib ber. Har bir qadamda aniq tushuntirib. Qaranglar, masalan bizning kunlik hayotimiz bo'lishi mumkin yoki ishxonamizda bo'lishi mumkin. U qat'iy nazar, qanday ish bo'lishidan, qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar Grok sun'iy intellekti sizga aniq muammoni yozib, unga va takliflar beradi. Kelinglar, hozir masalan muammoni misol tariqasida 10 ta talaba 10 ta talaba uchun dars jadvalini tuzishda yordam ber. Buni olib tashlasak bo'ladi, agar yordam ber desak. Endi qaranglar, masalan, menga 10 ta talaba uchun dars jadvalini tuzishda yordam ber. Bosqichma-bosqich rejani tuzib, har bir qadamda aniq tushuntirib. Endi qaranglar, masalan, ushbu muammoga bu qanday yechim beradi? Birinchi qadamga keldi. Masalan, 10 ta talaba uchun dars jadvalini tuzish jarayoni mantiqiy va tizimiy yondashuvni talab qiladi. Birinchi qadam maqsad va ehtiyojlarni aniqlash. Tushuntirish, dars jadvalini tuzish. Hozir yozib olsin. Daji ko'rasizlarmi? Jadvaligacha aniq qilib yozib beryapti. Birinchi qadam dars jadvalini tuzishdan oldin talabaning o'quv maqsadlari va ehtiyojlarini aniqlash kerak. Masalan, ular maktab o'quvchilari yoki universitet talabalarimi? Qanday fanlar o'qitiladi? Amal. Talabalarda yoki o'qituvchilarni o'qitilishi kerak bo'lgan fanlar ro'yxatini so'rang. Masalan, matematika, ona tili, ingliz tili va fizika va hokazo. Har bir fan uchun haftalik soat miqdorini belgilang. Ikkinchi qadam haftalik soatlarni rejalashtirish. Umumiy dars soatlarini hafta kunlariga taqsimlash kerak. Odatda darslar haftada 5 kun o'tkaziladi. Agar 10 ta talaba uchun haftada jami 25 soat dars bo'lsa, har kuni 5 soatdan dars rejalashtiriladi. Masalan, 5 soat matematika, ona tili 5 soat. Keyin mana bu yerda o'z jadval bilan ko'rsatyapti. Masalan, 8 dan 8:45 gacha matematika, dushanba kuni seshanba fizika, vaqtlarni ham aniq qilib beryapti. Men oxirgi yakuniy tasdiqlash, jadvalni sinovdan o'tkazish, bir hafta davomida sinab ko'rish va oxirgi shaklni tasdiqlash. Ko'rdinglarmi? Bu sun'iy intellekt orqali nafaqat media sohasida, balki istagan sohada foydalansak bo'ladi. U xoh ustoz bo'lsin, xoh u
xoh u injener bo'lsin, istagan sohamizda foydalansak bo'ladi. Kelinglar endi 3-siga o'tamiz. 3-si kontent yaratish uchun yozamiz. Qaranglar, masalan, hozir kontent uchun men prompt yozdik. Qaranglar, menga mavzuni yoziladi, keyin bo'yicha hajmlik, uning hajmi, matn yoz, uslub, dil va maqsad uchun moslashtirilgan holda. Endi qaranglar, bu yerga hozir masalan yozamiz. Menga mavzuni yozamiz. Birinchi sun'iy intellektning kelajagi bo'yicha kelajagi bo'yicha 200 so'zlik hajmga 200 dedim. 200 so'zlik matn yoz, ilmiy uslubda deymiz, uslubini. Chunki bizga ilmiy darajada bo'lsa, shuncha yaxshi. Ilmiy uslubda va talabalarga taqdimot uchun moslashtirilgan holda desak bo'ladi. Va talabalarga taqdimot uchun moslashtirilgan holda. Qaranglar, hozir mana menga sun'iy intellektning kelajagi bo'yicha 200 so'zlik matn yoz, ilmiy uslubda va talabalarga taqdimot uchun moslashtirilgan holda. Boyagi maqsadga biz masalan yozishimiz mumkin Instagram uchun yoki masalan YouTube uchun, blogerlar uchun yoki ko'pgina hollarda yoki bir multfilm yasash uchun yoki o'zimizga eng kerakli bo'lgan muammolarni yozsak bo'ladi. Endi qaranglar, kontent qanday tuziladi. Boshladi. Qaranglar, sun'iy intellektning kelajagi zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishini markazida turibdi va uning ta'siri ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiyot kabi sohalarda tobora kuchaymoqda. Ilmiy nuqtai nazardan C kelajakda kvant hisoblash va neyrobiologiya bilan integratsiyalashib, inson aqlidan ustun bo'lgan umumiy sun'iy intellekt, ya'ni AGI darajasiga yetib borishi mumkin. Men oxirida ham o'qishimiz mumkin, ammo C kelajagi xavf-xatarlarni ham o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni maxfiyligi, axloqiy dilemmalar va ijtimoiy tengsizlik kabi muammolarning yanada dolzarb bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlarmi? Men kontent yozib berdim. Ushbu tekstni masalan o'qib biz o'zimiz talabalarimizga audio shaklda taqdimot qilishimiz mumkin yoki Instagram uchun ushbu audiolarni o'qib kontent qilishimiz mumkin. Demak, kontent qilishda ushbu promptdan yoki o'zingizga mos holda promptdan foydalanishingiz mumkin. Keyingisi tahlil qilish uchun. Uni ham bir ko'rib chiqamiz. Masalan, u bo'lishi mumkin matn, post yoki havolani tahlil qilib beradi. Kelinglar, to'g'ri maqsad ko'rib yuramiz. Hozir nima qilishimiz mumkin? Kelinglar, mana X platforma to'g'ri. X platformasining ushbu postini tahlil qilib, asosiy fikrlarni ajratib ber va agar kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumot uchun webni qidir.
Yozda endi oxiriga havolani qo'yamiz. Hozir X platformasiga kiramiz. Hammamiz bilamiz, oldin bu Twitter bo'lgan. Hozir o'zimizga kerakli bo'lgan yoki o'zimiz eng qiynalgan biror bir havolani, postni ko'ramiz-da, keyin Grok orqali uni chuqurroq tushunishga harakat qilamiz. Biror bir havolani oldim. Endi buni tashlaymiz. Qaranglar, bizga hozir bu ingliz tilida yozdi. Shuning uchun keyin o'zbek tilida yoz deyman. Va o'zbek tilida yoz deymiz oxiriga. Agar bizga shunaqa ingliz tilida yozib bersa, oxiriga o'zbek tilida yoz deb prompt yozamiz. Post avtori sun'iy intellektning 3D modellashtirish imkoniyatlari, ayniqsa Blender va Cloud 3.ai-ning Model Context protokoli orqali ishlatishni ta'kidlaydi. Bu ta'lim va ijodkorlik sohasida katta o'zgarishlar olib kelishi mumkin. Web qidiruv natijasiga ko'ra, Cloud 3.ai 2025-yilda e'lon qilingan va uning tez va chuqur fikrlash rejimlari birlashtirilishi bilan mashhur. Bu 3D modellashtirilishda tabiiy til bilan boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Blender ochiq manbali vosita sifatida 3D dizaynerlar va ishqibozlar uchun Blender AI bilan birlashtirib modellashtirish va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu postdagi texnologik innovatsiyalarni tasdiqlaydi. Demak, mana ko'rib turibmiz, bizga qiyin bo'lgan, istagan biror bir post bo'lishi mumkin, uni sun'iy intellekt orqali chuqurroq tushunishga harakat qilamiz. Ko'pchilik oramizda bo'lishi mumkin, ingliz tilida bo'ladi yoki rus tilida bo'ladi, uni tushunishimiz qiyin. Shu orqali biz sun'iy intellektni o'zimiz tilimizda, o'zbek tilida bemalol tushunib olsak bo'ladi. Ushbu funksiyadan ko'proq foydalaninglar. Biz ham hali dars jarayonida juda ko'p foydalanamiz. Shunga buni ham maslahat beraman. Mana ko'rishimiz mumkin. Ko'rasizlar, agar oramizda Blender biladiganlar bo'lsa, Cloud 3.7 degan sun'iy intellekt bor. Ushbu sun'iy intellekt Grokka o'xshagan, uni hali darslarimiz davomida ham ko'rib chiqamiz. Cloud orqali birinchi rasmni generatsiya qilib, keyin Blenderga uni modelini yasamagan holda o'rgatilmoqda. Xudo xolisa bularga chalg'imaymiz, hali bular bo'yicha ham darslar chiqarish maqsadimiz bor. Kelinglar, mana shuni ham bir ko'ramiz. I think Islam hates us. We have to be vigilant. Endi yozib o'tirmaymiz-da, masalan, havolani shunday davomiga tashlayveramiz. Donald Trump, qaranglar, yana ingliz tilida yozdik, keyin yozamiz o'zbek tilida tushuntir deyman. Postning asosiy fikrlari. Donald Trumpning bayonoti. Postda Donald Trump CNN telekanaliga bergan intervyusida olingan video keltirilgan. Unda u menimcha islom bizdan nafratlanadi va biz hushyor bo'lishimiz kerak. Bu mamlakatni bizdan nafratlanadigan odamlarni kiritmaslik lozim. Endi ushbu postda ma'lumotlarni beryapti. Foyda, kontekst va ta'sir. Bu bayonot Trampning 2016-yilgi prezidentlik kampaniyasi davrida so'zlariga asoslanadi. Keyin foydalanuvchining munosabatlari. Postga javob sifatida qarayman. Postga javob sifatida aytayapti. Bu kommentariyani tushuntiryapti. Postga javob sifatida foydalanuvchilar Trampning so'zlarini qo'llab-quvvatlaydilar. Qo'shimcha ma'lumot uchun veb qidiruvlar kema oxirida xulosa ham berilgan. Keyin bu intervyu hattoki qaranglar, nechinchi yilda bo'lganini ham va nechinchi yilga borib taqalishini ham bizga tushuntirmoqda.
Demak, ushbu sun'iy intellekt, ya'ni Grokdan juda ko'plab promptlar orqali foydalansa bo'ladi. Biz mana ko'rdinglarmi, 3 ta yoki 4 ta hozir ko'rib chiqdik. Ularni promptlar berishdan bu sun'iy intellektga mingdan yoki 100 mingdan ortiq promptlar bersa bo'ladi. Bularning hammasini ko'rib chiqishga vaqtimiz yetmaydi. Shunga o'zlaringiz izlanib ko'rasizlar. Demak, bugungi darsimizda asosiy ma'lumotlar, asosiy aspektlar, asosiy insightlar shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling.